Hammaga salom. Men qishloq tur bilan bo'lgan sayohatimiz sizlarga obzor qilib bermoqchiman. Qishloq havosi addenli tema. Hozirda neta borib maydi. Birinchi bo'lib 5 yulduzli mehmonxonaga joylashamiz. Nimagadir kunduz kunligi uchunmi yulduzlari ko'rinmayapti. Eshikni ochamiz, xavfsizlik xizmatiga lekin gap so'z bo'lishi mumkin emas. Chamadanim o'g'irligi uchun ekskavatorda tepaga ko'tarib oldim. Menga mana shunaqa 2 kishilik lyuks xona berdi. Yumshoqqina karavot. Unchalik yumshoq emas ekan, darini ichib ozgina dam olamiz. Shunday oynadan qarasam, atmosfera bomba tushganda bo'lib yotibdi. Bunaqa atmosferani umrimda har kuni ko'raman. Endi sizlarga Sanozelda obzor qilib ko'rsataman. Menga eng yoqqan tarafi juvonish addenli, tualet addenli. Odam bor ekan. Qishloqda bunaqa holat ko'p bo'ladi. Aytsam ishonmaysizlar, har kuni ertalab Turmanindan, mol qo'shib yotavermasdan. Firma xodimi xushmuomalalik bilan uyg'otadi. Kiyimlarini almashtir. Ishni qilyapti. Shuning bilan sayohatimizning birinchi turi boshlandi. Dada majburlagan lyukni kiyib olamiz. Shvetsk stolga gap so'zi bo'lishi mumkin emas. Non deysizmi, pomidor deysizmi, tuz deysizmi, shakar deysizmi, xohlagan narsangizni maza qilib jeysiz. Birinchi sayohatimiz hayvonot bog'idan boshlandi. Hayvonot bog'ini ko'rib, ovuzlarim lang ochilib qoldi. Umrimda mol qo'ylarni ko'rmaganday tomosha qildim. Namunali sayoh bo'lganim uchun mollarga jemish berishga ham ruxsat berdi. Buni jeyishini ko'rib, ishtaham ochilib, meni ham jegim kelib ketdi. Tagini tozalash o'zgacha vibe beradi. Oh. Albatta sayohat rentkarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Shu uchun rentkar olishga qaror qildik. Bittasi qo'ng'iz rang, bittasi esa mokr asfalt rang. Biz mokr asfalt tanladik. Yaqinlarga sovg'a olish uchun duty-freega tashrif buyurdik. Bu yerda assortiment shunaqangi ko'p, maza qilasiz. Yaqinlarga eng zo'r sovg'a bu Flavis ichimligi. Ayniqsa Amerikadan keltirilgan moviy malinaligi. Deb ochib olamizda, keyin esa qult deb ichganimda aytmaysizmi? Bu qishloq turiga kelishda yana rejalashtirdim. Chunki oyda oxirida dadam yana chaqiryapti. Ismaloq yegish kerak, oriq qolish kerak, mana daraxtlar qirqish kerak ekan. Bundamasdan tez ish qil. Turfirman xo'jayin.